Men sizlarga hozir Fransiyada, Parijda 200 yil davomida qurilgan Notre-Dame de Parisni qisqa qilib tushuntirib beraman. Bu bino 1100-yildan taxminan 1300 nechinchi yildirgacha qurilgan. O'ylayapsizlarmi? 200 yil, 2 asr davomida qurilgan. Shunaqangi fantasticheskiy qurilish bo'lgan. Endi o'ylab ko'ringlar, onayni hamkir bundan 850 yil oldin mana shunaqangi binoni bular qurgan va bu yerda juda ham ko'plab imperatorlar, haligi Ludovik deganlar bo'lgan ularda o'zida. Hattoki Napoleon Bonaparte ham ayni shu binoda 1800-yillarda nechidir yilida o'zini imperator deb butun dunyoga e'lon qilgan. Va buni yana bir zo'r katta tarixi bor, ya'ni mana shu qismini ko'ryapsizlarmi? Mana shu qismi tagidagi qismlari bilan 2019-yil yonib ketgan.